Dizayn jamoasining a'zosi ukamiz keluvdi. Biz tunikasini labosiga qoplab beryapmiz. Holatni o'zingizdan so'raymiz ukamizdan. Akalar qo'li dard ko'rmasin, shunaqa chiroyli qilib laboga tunika qoplab berishdi. Buni nima sababdan unaqa qilding deydigan bo'lsanglar, juda ko'p labochilar xuddi shunaqa qilib oladi. Bu chizilib ketmaydi, keyin laboni sotayotgan paytinglarda narx tushmaydi. Bopladi, akalar o'ta ham chiroyli, qo'li dard ko'rmasin. Nima deb o'ylaysiz? Nimasi yoqdi boshqa bir ishlardan? Menga eng yoqqan tarafi pilotniy tushdida, hech qanaqa ular bo'lmadi. Choksiz bo'ldi, pilotniy bo'ldi. Hamma yoq chotki. Ranglari ham mana muz rang, ya'ni koreyskiy bilan birga bir. Xudo xolasa kelsanglar, sizlar ishinglarni ham shunaqa qilib chiroyli holatda tutkazib beramiz. Xo'p, ukamiz bizda tunika qo'ydigan shu aksiyamizda qatnashyapti. $100 pulimizni orasiga solib alashtirib yuboramiz. Ikkita raqam aytsa, sovg'a qilib beramiz. Bo'lmasam sizni qiynamay 32 bo'lsin, aka. Yana bitta ayting. 33 bo'lsin. 32, 33. Ha. Qaysi tomondan sanab beray? Xohlagan tarafingizdan. Tepadanmi, pastdan aytingda. Tepadan bo'lsin, Bo'ldi, ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 dedingiz. Ya 32 33 dan. Ha, 32 33 ha. Uka, tabriklaymiz. Yaxshi kunlarda Sog' ko'rishaylik. bo'ling. Kelaverasizlar shu videoda labosiga tunika qo'ydirmoqchi bo'lgan tanishinglarga jo'natib qo'yib, bitta like va esib qo'yasiz, esdan chiqmasin.